bering. Gapiring, hazrat. Kecha tunda munajjimlar, axtarshunoslar yulduzlarning holatiga obdan boqishib, xosiyatli topishibdi bugungi kunni. Ulug' ta'bir, ammo bugun Boyazid bilan Amir Temur jangga kirar. Munajjimlar emas, Shayxul Islom. Bilib qo'ying hazratimni siz. U ham muslim, men ham muslim. Bu ne ko'rgulik, u ham turki, men ham turki. Bu ne gustohlik. Samarqanddan yetib kelgan mening lashkarim ot suradi, akasi yoki ukasi tomon. Yuragimni o'rtar bu hol, lekin majburman. Har qandayin muhoroba oldidan doim Allohimdan madad so'rab yolvoraman men. Shayxul Islom, zafar tilab tilovat qiling. Ilohi omin, jangda tinglar. Shuni qorlarim, ulug' jangga kirayotirsiz. O'ng qanotni topshiraman senga Mironshoh, so'l qanotni boshqarasa Shohrux Mirzo sen. Obonorni o'zim nazorat qilgu. Ma'lum bo'lishiga qaraganda jangga chiqmish yo tarafdan 400 ming lashkar. Olam panoh Allohdan sizlar kucholib, har qanday yo'g'idan tormor etamiz. Bolalarim, bu og'ir jang. Biling, bu jangda Rumoning o'z lashkarlari himoyadadir. Axir ular o'z yurtini himoya qilganlar. Islom dini tarafdoriman. Nasabim turki, farmonimga quloq tuting. Bizga mulki Turon amiri Turkistonmiz. Bizga millatlarning eng qadimi va eng ulug' turkning bosh bo'g'inimiz. Naqoralar chalinsin, toiru osmonni bizning lashkar suronlar chulg'ab olinsinlar. Yasovullar menga har daqiqa pay yetkazib jang tafsilotin. Qani sarkardalar, sizga ruxsat. Allohu akbar. Endi esa chaqiring buyon Olovuddinni, u betimsol shatranj ustasi. Samarqanddan atay uni olib kelganman. Ha Olovuddin, sen bilan men necha yilki shatranj suramiz, lekin bil, bu galgisi boshqacha o'yin. Bu boshqa jang. Donalarni ter Olovuddin. Eshitgansan Olovuddin, yoshlik chog'imda shatranj ishqibozi bo'lganman. U nozik o'yin, uni ko'proq jang san'atiga o'xshatar. Qani yuring, olam panoh. Yurdi sipohim, qani piyodalar zafaryor bo'lsin. Shoh sipohim bizga qarshi yo'naltirdingiz. Kamgalik sipohim emas. Hozir nechuk jang qilmoqda piyodalarim, og'ir jang ketmoqda chodir ortida. Inshaalloh yengajakman. Sen Olovuddin faqat shatranj sohasida jahongirdirsan, lekin bil, bizning chekimizga boshqa yuk tushgan. Bizning uchun ona zamin shatranj taxtasidir. Sizning buyuk iste'dodga taraf yozlo, shatranjda ham bee'timolsiz. Ikrona hazrat, ammo izn bering, bir savolim bor. Sizning g'olib bo'lmoqingiz garchi muqarrar, lekin hazrat, siz men bilan chodir ortida shatranj o'ynab jang maqomiga ko'tarmoqdasiz. Bir qarashda beparvodek, hatto sovuqqon. Men bilaman o'z qudratimni, raqibimni bu usulim ham chalg'itar. Mening odamlarim allaqachon Rum sultoniga mening qanday shatranj o'ynab jang qilishimni yetkazdilar. Boyazidni tahlikaga soldi. Dushmaningni bundan ortiq kamsitib bo'lmas. Olam panoh piyodalar nobud bo'lmoqda. Attang, o'z qudratingga ishonsang, g'aflat bosqusidir filmi ham. To'lg'anoqda batalguvchi bir yo'limiz bor. Yetkazing. O'ng qanoti ham, so'l qanoti ham. Mironshoh va Shohrux Mirzo ikki tarafdan yog'iylarni o'rab olsinlar. Obong'orda men Olovuddin bilan shohga qarshi hujum boshlaymiz. A'lo hazrat, har ikkala maydon isham g'oyat qizg'in tus olmoqda. Jangovar san'at jangchilarim
ur deb qilich bilan, kamon bilan va nayza bilan jang qilmoqdalar. Men ular bilan ruhan birgaman. Shu gap haqi, senga ruhni tashlayman. Eshitgansan, ruh haqqi haqiqat qilichidek keskirdir. Men ruh bilan jang qilishni sevaman juda. Ruhingizni narasiga javobim shudir. Olam-panoh orqadagi yo'l o'rtasida halqa kabi o'rab oldi. Bizning lashkarlar biroq ordu ustuvordir. Shoyon yaxshi gap, ular asl musulmondir. Ziyon yetkazmang. Xo'p bo'ladi olam-panoh. Chiroyli not. Bu ruhning ishi. Shoyat ruhlar menga mudom bo'lgay madadkor. A'lo hazrat, yaxshi xabar bor. Shu asnoda Rum sultoni asranmish. Isming nedir? Ismim Qosimbek. Qayerdansan, nasabing kim? Men shaharga ishlaman. Otamizga sarboz bo'lgan. Dehli jangida shahid ketgan. Bugun mening o'zimizga sarbozman. Seni qutlagayman bu yaxshi xabar uchun. Inshaalloh Samarqandga borgan chog'imda senga berajakman bir nabiramni. Sizga o'lgunimcha sodiqman. Allohning marhamati bunchalik kengdir. Bir bandasini daqiqada ko'p yil o'tardi. Shukr deyman yaratganga Parvardigor. Biroq zafar nashidasini topmasdan burun ruhiyatim amri bilan bir gap aytaman. Hech bir shohning boshiga tushmasin bu kulfat. Olib kiring Boyazni. Voh, bu ne hol? Oyoq qo'lini yechinglar. Bu axir shohku. Chumollar xor qilsa arslon lutbasin, buzilgaydir o'rmonning qonuniyati ham. Men taassub bildiraman. Tushungin sulton. Asir bo'lib tursam hamki qoshingda Temur, zor emasman ittifoqingda Saufinga. Oddiygina bir voqea yuz berdi axir. Sen qudratli chaqmoq Choy temirga urilding-ku, chilparchin bo'lding. Sen ustimdan kulmoqdasan, masxara qilma. Botirlarning ishi emas, yotganini toptash. Topdamasman vang chunun. Ustingdan kulmasman aslo. Taqdir deb atalmish bir hukmdor kulgan ekan ikkimizning ustimizdan ham. Bu gapingni qay o'zingda anglamoq kerak. Men bir langu, sen esa soqor notavon. Bu dunyoda butun odam topilmaganday ikkimizga dunyoning jilovi bermish. Tavba qildim. Ming bora tavba qildim. Yaratganning oldida ojiz bandamiz. Alal xusus, unga sening qismating.